dalillar bilan shunday qotillik bilan ochiqchasiga ochilgandan keyin tergovchilar tomonidan hamma bilan gaplashavermang. Masalan, bitta odam bilan gaplashyapsizmi? Biz ham o'zimizdan o'zimiz sizga fantaziya qilib, fol ochib gapirmaymiz. Shu melisalar nima desa, mana 80 ming yoki 100 mingta odam ko'rgan. Hozirgi qo'yayotgan videolarini millionlab odam ko'radi. Gaplashdingizmi? O'zlarda shunday hamma manzirayapti degan. Tanish basmi qaytadir eshitmaganman. tupurib qo'ying aka. Tushundingizmi? Tupurib qo'ying, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bir tomonlama bo'lib olgansiz. Ikkinchi tomonlamangizni ko'rmadim. O kirganingizda chokki tergov o'qitashardingiz. U ham siz mana u tomonlama o'xshashli joylar juda ko'p ko'ringlar. Hozir mana bir hafta bo'ldi vafot etganiga. Bir hafta bo'ldi vafot etganiga, bir haftadan beri tasavvur qilinglar, men qizimni 5 minut ko'rmasam sog'inib qolaman. Mana hozir 20 nechiga kirdi o'g'lingiz? 19 yashar, teng bo'ling. 19 yashar farzandini vafot etganligini eshitgan ona bor-ku, ona bilmayman, bu juda qanaqa og'ir holat, tushunyapsizmi? Ha barakalla, bilarkansiz farzand qanaqaligini. Ha? Yarim soat yoki nima qilmasangiz turolmaydigan holatingizni gapirib beryapsiz-ku. U ona ham farzandini yo'qotdi. U baqirishdan oldin, sandaqonaga deyishdan oldin o'sha narsalarni o'ylab ko'rish kerak edi. 2 yil oldin siz zo'r fikrlagan ekansiz, akajon. Chiroyli fikrlagan ekansiz u. Bunda nima unaqa fikrlanmay qoldingiz? Ha? Ham, mata tergov siri degan narsa ham bor-da, aka. Tergov siri, o'zingiz tushunasiz. Masalan, O'zbekistonda ham, Koreyada ham qo'raz bitta joyda bir xil qichqiradi, ikkala joyda ham. Tergov siri degan narsa bor. Albatta, tergov bo'lib, aybsiz, aybdor aniqlanmasligidan oldin kimdir manaqa qildi, u palonchi aybdor ekan deb yuborishlik ham katta jinoyat bo'ladi. Dinimizda ham, dunyoviy nimada ham u tuhmat bo'ladi, insonga nisbatan tuhmat bo'ladi. Keyin musulmonni orqasidan bitta tuhmat qilib gapirib yuborishdan odam qo'rqish kerak. U musulmonni go'shini yegan bilan bir xil bo'ladi. Yaxshi ham yopganingiz aka. Aybini yopishi shunaqa bo'lsa, ochish qanaqa edi ekan? Rahmat sizga. Xo'p, tergov siri bor deysiz. Siz ana boshqa serialli kinolaringizda hammasini bu tergov, sir, pir, mir hech narsani qolmadi. Hammani yorib tashladingiz-ku. Sekin borib ana xususiy idishda olib, joyini bilib, sekin sigaret ko'rsatib, sekin aroqlarni ko'rsatib, aynakka otib, bu sir emasmidi-kin, a? Shu joydan yana bitta narsa e'tiborimni tortdi meni. Ana stolga o'tirib turib, u daftarni oldingiz, bu daftarni oldingiz, o'shuncha narsani to'g'ri joyini bilmagan Nozimani xatiga qaramay qolib o'shini jo'natib yuboribsiz aka. O'shinga qaramay qolgan ekansiz. Kim ochmabsiz, to'g'ri ochganisiz, juda hayajonlanganmisiz. Lekin hali testlarda topdingiz, qaytgandir. Alloh rozi bo'lsin aka. Bu nimaga unaqa ekan? Bitta bir gap bor deb yozganda. Yo'q, akalar, odam o'zini ossa. Qon, yerlar qon bo'lib ketar, bo'lib ketgan ekan. Kommentda yozyapsizlar. Nima qon qayerdan keladi? Qon odamdan keladi. Tushunyapsizlarmi? Odamdan qon chiqadi. Shu osilgan holatda ko'rilganda tagi qon bo'lib ketgan ekan. Shu joyda sizlarga yuzlanaman, iltimos so'rab qolgan bo'lardim. Aynan mashinasi to'g'risida fikrlaringizni bildirishlaringni. Odam o'zini ossa, shunaqa qon oqib ketadimi odamdan? Yana bir narsalar eshitdim, odamzod o'zini osganda shunaqa xirillagan ovoz chiqadimi? Shu to'g'risida balki kimdirning boshidan o'tgandir, kimdirning bir yaqini shunaqa holat bo'lgandir. Qanaqa alomatlar bo'lishi mumkin? Uzun bo'lib ketishini eshitganman. Lekin bu qon oqib ketishi bilmadim. Badanlar ko'karishi bilmadim. Aynan mana shu narsa to'g'risida balki kuchli bir doktorlarimiz bordir, mana shu ma'lumotga ega o'qigan odamlarimiz bordir. Shu to'g'risida bir kommentariyada fikr berib ketinglar. Odamzod o'zini osgandan keyin qanaqa alomatlar bo'ladi? Cho'zilib ketishidan tashqari. Haqiqatan tanalari ko'karib ketadimi? Haqiqatan taylari qon bo'lib ketadimi? Qon oqib ketadimi? Shu narsalar to'g'risida fikr bildirib ketinglar. Albatta maqsad adolat topsin deya chiqyapman. Boshqa narsa yo'q. Yana qaytarib aytaman, adolat topilgandan keyin, qaysi tomonga hal bo'lgandan keyin bu videolar o'chadi, ko'rmaydi.